Bugun Mirzo Ulug'bek nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan maktabga tashrif buyurganmiz. Maktabda hozir dars jarayonlari bo'lyapti. Shuning uchun sizlar bilan hozir maktab haqida batafsil ma'lumot ko'rib o'tamiz. Bu maktabga 100 tadan bittagina o'quvchi qabul qilinadi. Hozir nimaga u sababligini sizlar bilan ko'rib o'tamiz. Maktabda 4 xil fanlardan dars beriladi. Hozir dars jarayonlari davom etmoqda. Fizika, matematika, ingliz tili va kimyodan hozirgi kunda kimyo ham yo'lga qo'yilgan. Kimyo bo'yicha ham darslar olib borilmoqda. Bu maktabda respublikada yagona hisoblanadi va qulayliklari juda ham ko'p. Yotoqxona joylari, bepul ovqatlanish, 4 mahal ovqat bepul hisoblanadi va sport aktivitetlari ham juda ham ko'p hisoblanadi. O'quvchilar darsdan oldin ham, darsdan keyin ham sport zallarida o'zi xohlagan sport yo'nalishi bo'yicha ham tayyorlanishi mumkin. Bu maktab imtihoniga tayyorlaydigan yagona qo'llanma kitob Time'ning qadam 2 kitobi hisoblanadi. Bu kitobni ishlab chiqishingiz mumkin. Yuqorida aytilgan barcha testlar bor. 30 ta matematika va 15 ta ingliz tili. Har bir variant so'ngida titul varaqlari bor. Kitobimizni respublikadagi istalgan kitob do'konlaridan so'rashingiz mumkin yoki quyidagilarga murojaat qiling.